Siz ishlaysiz, harakat qilasiz, tirishasiz, lekin natijani boshqalar kutadi. Bu holatga tanishmi? Buni asosiy sabab bo'lsa, bu odamlar bir-birini tortishi, ya'ni natijalar bir-biriga qarab intilishi. Kim natija chiqqan bo'lsa, boshqa odam ham shu natija chiqishga yordam berishi. Va buning ismi tanish bilishchilik deb ataladi, ya'ni networking. Agar sizga networking qilishda muammolar bo'lgan bo'lsa va o'zingizni tanish bilish orqali rivojlantirish va ko'proq daromad topish xohlagan bo'lsangiz, bu video siz juda ham qiziqarli bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, men sizga tanish bilish orttirish bo'yicha aniq ishiga instrumentlar beraman. Bo'lmasam boshladik. Assalomu alaykum. Mening ismim Sarvar Zayniddinov. Men sotuv sohasida 8 yil tajribaga egaman. Ishlagan korxonalarim Hyundai, Skoda, Volkswagen, KFC kabi korxonalar bo'lib, bular hammasi xalqaro korxonalar va men xalqaro korxonalarda xalqaro tajriba olib bitta narsani tushunib yetdimki, hattoki Yevropada ham tanish bilish muhim ekan. Yaqinda bir tanishim bilan gaplashdim. İtaliyalik, ismi Giovanni, u da IT ishchinik. Men undan so'radim. Siz IT ishchisiz, O'zbekistonda IT produktini sotish juda ham qiyin. Italiyada qanaqa desam, Italiyada juda ham qiyin. Agar tanish bilishing bo'lmasa, sota olmaysan deb aytdilar. Men hayron qoldim. Qanaqasi tanish bilish Italiyadan bo'lishi mumkin desam, bu butun dunyoda ishlagan tizim ekan. Nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda tanish bilish tizimi eng samarali tizim deyiladi. Ya'ni sarafanka ishlashi, networking ishlashi bu juda ham muhim narsa. Odatda turmushga chiqmoqchi bo'lgan qiz ham, yigit ham aynan shu tanish bilish orqali surishtiradi, qidiradi, topadi va albatta shu orqali osonroq bo'ladi deb o'ylaydi. To'g'rimi? Bu albatta hamma jarayonda ishlaydi. Sotuvda ham, agar turmush qurayotgan bo'lsangiz ham, partnyor qidirayotgan bo'lsangiz ham, biznes boshlayotgan bo'lsangiz ham, muammo ko'rib qolsangiz ham, odatda tanish bilish qidirasiz. To'g'rimi? Keling, bugun siz bilan aynan tanish bilish orttirish ustida ishlaymiz. Men faqat videoga disclaimer bermoqchiman. Bu video tanish bilish orttirib, o'zini ishini, yomon ishlarni hal qilish, ya'ni korrupsiya qilish uchun emas, balkim sog'lom raqobat, sog'lom sotuv va toza ishlash bo'yicha tanish bilish orttirish va ishingizni osonlashtirish va albatta ko'proq daromad topish bo'yicha bo'ladi. Shuning uchun videoni komment yozayotgan paytda tanish bilishga shu yerda ham bor demisiz, chunki tanish bilishchilik juda ham muhim narsa O'zbekistonda va butun dunyoda. Bo'lsam boshlaymiz. Birinchisi elevator pitch deyiladi. Elevator pitch nima? Elevator so'zi o'zi lift degan ma'noni bildiradi. Liftda 30 soniya pitch qilish. Sizni o'zingizni 30 soniya taqdimotingiz bo'lishi kerak. Tasavvur qiling, siz Jahongir Ortiqxo'jayev bilan bir liftda bo'lib qoldingiz va Jahongir Ortiqxo'jayev bilan liftdan tushishlari orasida 30 soniya vaqtingiz bor. 30 soniyada siz nima degan bo'lardingiz? Jahongir Ortiqxo'jayev sizdan telefon raqamingni ber, menga bola telefon qiladi deb aytishlari uchun. Ya'ni bu sizni elevator pitches. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Masalan, keling men o'zimni elevator pitchimni gapirib beraman va undan keyin siz ham o'zingizni elevator pitchingizni yaratasiz. Assalomu alaykum, men ismim Sarvar Zayniddinov. Men sotuv sohasida 8 yillik xalqaro darajadagi ekspertman. Men ishlagan korxonalarimda Hyundai, Skoda, Volkswagen, KFC kabi korxonada ishlab, tizimli sotuv bo'limi qanaqa bo'lishini o'rganganman va hozirgi paytda ProSales kompaniyasining rahbari va asoschisi bo'laman. ProSales korxonasi kompaniyalarga sotuv bo'limini qurishga, tizimlashtirishga yordam beradi. Shu paytgacha biz ishlaygan korxonalar orasida eng kattalari bu HBS, bu Strawberry House, Megastar, Oxford universiteti, Inplus o'quv markazi, BPS kabi katta korxonalarda ishlaganmiz va eng kam sotib olgan korxonamizning foizi 26% va eng katta o'sish foizi 401% ga sababchi bo'lganmiz. Hozirgi paytda korxonalarga sotuvlarni oshirishga yordam berib kelamiz. Bu meni elevator pitchim. Agar siz ham o'zingizni elevator pitchingizni yaratib olsangiz, bu kerakli paytda kerakli odamlarga o'zingiz haqingizda to'liq ma'lumot berish va oxirida vizitga almashib olish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Ya'ni bu qanchalik sizga ta'sir qildi, qanchalik biznes egalariga ta'sir qiladi, buni albatta faqat biznes egalari bilishi mumkin. Shuning uchun elevator pitchingizni yaratib oling va o'zingizni networking qilayotgan paytingizda juda muhim ключевой joyda ishlata olasiz. Ko'pincha buni qachon ishlatsangiz bo'ladi, bilasizmi? Har xil biznes konferensiyaga borganingizda, har xil katta majlislar bo'lgan paytda, sizga mikrofon kelgan paytda birinchi navbatda o'zingizni tanishtirishingiz kerak. Birinchi navbatda o'zingizni tanishtirishingiz kerak va bu orqali o'zingizni kimligingizni bildirib olasiz. Ikkinchi instrumentimiz kerakli doiralarda bo'lish. Ko'p sotuvchilarni taniyman va bitta muhim so'z bor. Menimcha bilishingizga juda ko'p odam buni aytgan. Siz 5 ta do'stingizni o'rtachasiz. Tushunarli, buni ham ko'pchilik biladi. Endi ikkinchi instrumentimiz bu siz kerakli kruglarni topishingiz. Masalan, siz aytaylik tadbirkorsiz va sotuvlaringiz, biznesingiz o'smayapti. Agar do'stlaringiz hammasi sinfdoshlaringiz davlatchilik ishlaydigan yoki xodim bo'lib ishlagan bo'lsa, katta ehtimol bilan siz o'sishingiz qiyinlashadi. Shuning uchun sizga yana bitta krug kerak. Bu aynan biznesi borlar va aynan biznesi borlar ichida o'sgan paytingizda sizni daromadingiz ham, fikrlashingiz ham, shaxsiyatingiz ham o'sib boradi. Va bu juda ham muhim. Agar siz novvoy bo'lgan bo'lsangiz,
o'zingiz ishingiz mutaxassisi bo'lsangiz, siz harakat qiling o'sha fast food sohasida, restoran sohasida, kafe sohasida ishlaganlar bilan va o'zingizni qiymatingizni oshirishga va miyangizni umuman boshqa klaplarni ochishga yordam beradi. Bu ikkinchi instrument, ya'ni siz o'smoqchi bo'lsangiz, siz o'sish xohlagan etapdagi insonlarga yaqinroq bo'ling. Bu guruhlar, konferensiyalar, biznes kurslar, treninglar bo'lishi mumkin. Ya'ni sizga ham shunaqa joylar kerak. Ya'ni o'zingiz o'smoqchi bo'lgan klubda paydo bo'ling va albatta siz ham ularga qo'shilib o'sishingiz ehtimoli kattaroq bo'ladi. Uchinchisi, ana endi tasavvur qiling, siz tanish bilish orttirmoqchisiz, yo frilansersiz, veb-saytsiz, bilmayman kim bo'lishidan qat'iy nazar sizga kerakli odamlar kerak, to'g'rimi? Masalan, men shaxsan o'zimda juda ham ko'p bo'lgan. Masalan, Hasan aka ham Sariyevni ko'rishganman. Umuman digital brendim yo'q edi, men hech kim tanimas edi. O'sha payt nima bo'lgansiz? Hasan akaga men Dex korxonalarini audit qilganman, ya'ni sotuvchilarni audit qilganman va Hasan aka kontaktlarini topib yozganman. Men bunaqa audit qildim, muammolarni ko'rdim va yechimni berganman. Keyin ular meni uchrashuv chaqirganlar va uchrashuvga borib, o'zimni nima yordam bera olishimni aytganman va примерно 3-6 oydan keyin Infactor biznes maktabida spiker sifatida chaqirishganman. Ya'ni har qanday networkingda birinchi qoida bor, siz nima bera olasiz qarshingizdagi odamga. U qanaqa foydalisiz? Xuddi shu narsani yozib chiqing. Ya'ni siz prosta odamlarga men seni ko'rishmoqchiman, men senga foydali networking qilmoqchiman deb aytmang, men senga qanchalik qiymat bera olaman degan savolga javob bering. Shundan keyin ana odam sizga ha yoki yo'q deb aytadi. Ko'p holatda masalan menga yozishadi, targetologlar yozishadi, frilanserlar yozishadi, aytishadi, Sarvar aka hamkorlik qilish xohlayman siz bilan deyshadi. Men hayron qolaman. Hamkorlik shartlarini yozib olish kerak. Menga nima bermoqchisan, menga qanaqa foydali bo'lasan degan savolga aniq javob olsam, katta ehtimol bilan men ham xin deyishim mumkin. Lekin ko'pincha men javob qaytaraman. Lekin eng muhim narsa bu siz networking qilmoqchi bo'lgan, tanish bilish orttirmoqchi bo'lgan odamingizga qanchalik foydalisiz. Hech kim foydasiz insonga vaqt ajratish xohlamaydi. Shuning uchun siz qanaqa qiymatli bo'lishingiz ustida ishlang. Agar siz o'zingizda hali mutaxassis deb bilmagan bo'lsangiz, biz rivojlanishni 9 bosqichli degan video tayyorlaganmiz. Ushbu videoni albatta ko'ring. Meni kamerada chiqdi, ekranda chiqdi. Uni o'tib ko'rib olsangiz bo'ladi. Va eng muhim narsa, siz qanchalik mutaxassis bo'lishidan qat'iy nazar, agar sizda networking yaxshi rivojlanmagan bo'lsa, sizni juda ham kam odamlar taniydi va katta ehtimol bilan o'zingizni cheklaringizni oshira olmaysiz va o'z sohaning daromadiga chiqa olmasligingiz mumkin. Shuning uchun networking sizga muhim. Va to'rtinchisi sodiqlik prinsipi. Sodiqlik prinsipi bu nima? Bu umumiy mavzular, umumiy qiziqishlar va sizni inson sifatida ochib beruvchi texnika. Biz bu borasida video tayyorlaganmiz. Small talk qanchalik odamlarni ochishga va munosabatni yaxshilashga yordam beradi. Bu sizga qiziq bo'lsa, ko'rib olishingiz mumkin. Endi qarang, small talk bu qanaqa narsa? Ko'pincha biz small talk qilamiz va ishimizni davom etaveramiz. Eng muhim narsa bor. Networking qo'ygan paytingizda o'sha insonni, networking qo'ygan insoningizni hayotiga qiziqarli voqealarni o'zingizga eslab qoling va eslab qolish qobiliyati orqali siz keyingi etapda ancha osonroq bo'ladi. Masalan, tasavvur qiling, siz oxirgi marta ko'rishgan paytingizda o'sha insoningizni onasining mazasi yo'q edi. Va keyingi safar ko'rishganingizda siz savol berasiz, onajon yaxshi bo'lib ketdilarmi, savollari yaxshimi deganingizda, ana odam buni eslab qolgani va siz bu borasida munosabat bildirayotganingizda eshitib xursand bo'ladi. Masalan, oldingi safar ko'rishgan paytingizda uni o'g'li futbol bo'yicha chempionatga qatnashayotgan payt edi. Siz savol berasiz, qalay bo'ldi jiyan, nechinchi o'rinni oldi chempionatda o'tgan safar aytdingiz degan bo'lsangiz, bu anu insonni juda ham qanday munosabatni yaxshilashga yordam beradi va sodiqlik prinsipini yaxshilaydi. Men ko'pincha shu narsani juda e'tibor beraman. Men har bir inson bilan ko'rishganimda o'zimga qaydlar yozib ketaman. Bu insonning hayotida qanaqa o'zgarishlar bo'ldi va keyingi safar ko'rishganimda aynan shu qaydlar bo'yicha gaplashaman. Buni men nimadan o'rganganman? Warren Buffett'da sotuv texnikalari borasida kitobi bor, aynan shu yerdan o'rganganman. Shuning uchun siz ham buni qo'llaysiz bo'ladi. Kim bilan tanishishdan qat'iy nazar, uni hayotida o'sha paytda bo'lgan qiziqarli voqealar yoki esda qolarli voqealarni eslab qolasiz va keyingi safar ko'rishingizda shu borasida gaplashasiz. Va bu sizga munosabatlarni absolyut tarzda oshirishga yordam beradi va albatta sizni inson sifatida biladi. Chunki shunaqa paytda yashayapmizki, hozir juda ham ko'p informatsiyaning shum bor. Ya'ni juda ko'p ma'lumotlar, juda ko'p esdan chiqishlar bo'ladi. Lekin siz bitta insonning hayotidagi qanaqadir vaziyatni eslab qolib, unga har safar shuni eslatib turgan bo'lsangiz, u bilan munosabatingiz ancha yaxshilanishi mumkin. Va albatta bu haqida statistika bor. Tadqiqotlarga ko'ra, agar siz mijozni, agar siz qarama-qarshingizda o'tirgan odam haqida ma'lumotlarni eslab qolsangiz va keyingi safar o'sha ma'lumotlarni tayanib gapirgan bo'lsangiz, u mijoz bilan, u inson bilan sizni orangizdagi munosabatlar 40% ga yaxshilanar ekan. Ya'ni siz buni eslab qolganingiz uchun. Ko'pincha biz nimani eslab qolamiz? Bizga uchun muhim bo'lgan narsalarni, to'g'rimi? Va uni hayotdagi muhim narsalarni siz aytgan bo'lsangiz, demak u sizni o'ziga juda ham yaqin oladi. Bu narsa unga yaxshi ta'sir qiladi. Albatta buni qo'llab ko'ring va tanish bilishlarni orttirish ustida ishlang. O'rtoqlar, bugungi bizning darsligimiz tugadi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, qiziqarli bo'lgan bo'lsa, ushbu joydan ko'rgan bo'lsangiz, albatta like bosib qo'ying va kommentlarda yana qanaqa mavzular sizga qiziq, qanaqa muammolar bor deb yozib qoldiring va albatta biz kommentlarni o'qib, keyingi safar shu mavzuda video tayyorlaymiz. Keyingi uchrashuvlarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Barcha davrlarning eng zo'r sotuvchisi.